Maqsad ko'proq pul topish emas, maqsad mijozlarni ko'paytirish kerak. Ana o'shandagina bemalol daromad qilishingiz mumkin. Hozir shunaqangi holat bo'ldi. Tadbirkor sifatida men fikr bildirmoqchiman. Vulkanizatsiyaga bordim, avtomashinamga mix kirib qolganligi uchun. Mana shu mixni olib tashlab, yaman berishlarini so'radim. Ular taklif berishdi, balloningizni olib, ichidan yaman beramiz, 90 ming bo'ladi dedi. Va mixni sug'urgan holda shunday rezinkani qilib qo'ysak, u 40 ming bo'ladi dedi. Mashinamga juda ham ko'p mix kirib qoladi, shu sababli doim 20 ming so'mga yaman berishgan. Men u insonga, u tadbirkorga aytdimki, yo'q aka dedim, 40 ming juda ham qimmat, 20 ming beraman desam, u inson aytdi, yo'q, men qo'limni tekkizmayman deb qo'ydi. To'g'ri, balki men bilan mijoz kamayib qolmasligi mumkin, lekin shunaqa holat qilaversa doim mijozlardan quruq qoladi. Mana men u joyga qayta bormayman. Bu fikrim bilan nima demoqchiman? Mijozga yo'q deyishni yig'ishtiring. Chiroyli muomala qiling, hurmatli mijoz. Narx hozirgi kunda juda ham narx oshdi. Shu sababli 40 ming bo'ladi. Siz oldin 20 ming qildirgan bo'lsangiz, hozir 40 ming bo'ldi deb chiroyli gapirganda, men 40 ming emas, 50 ming bergan bo'lardim. Menga uni muomalasi yoqmaganligi uchun mashinamni unga topshirgim kelmadi. Maqsad ko'proq pul topish emas, maqsad mijozlarni ko'paytirish kerak. Ana o'shandagina bemalol daromad qilishingiz mumkin. Fikringizni izohda yozib qoldiringlar. Kim haq, kim nohaq bu yerda.